Türkistonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerika armiyasidagi 2 nafar jasus askar qo'lga olingan. Turkiyada chiqadigan Akit gazetining 3-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika dengiz armiyasining 2 nafar askari sazgur davlat bexatarlik uchurlarini Xitoy bilan o'rtaqlashish, Xitoyga vakolatan jasuslik qilish jinoyati bilan qo'lga olingan. Amerika Adliya Ministerligi Davlat bexatarlik bo'limining mas'uli muavin bosh taftish Matt Olsen bu 2 nafar askarning sazgur davlat bexatarlik uchurlarini Xitoy bilan o'rtaqlashganlik uchun qo'lga olinganligini bildirib, sazgur harbiy uchurlar Xitoy Xalq Jumhuriyatining qo'liga o'tdi degan. Federatsiya tekshirish idorasining San Diego maydoni ishxonasining mas'uli alayda vakolatchi Stacy Moy Amerika uchun Xitoy Xalq Jumhuriyati va Xitoy Kompartiyasidan cho'ng tahdid yo'q. Xitoy Xalq Jumhuriyati dunyoning birdan-bir alayda kuchi bo'lish strategik planida Amerikaga hujum qilish uchun hech nimadan voz kechmaydi degan. Nikki Haley Xitoyning dushman ekanligini va buni jiddiy olish kerakligini aytgan. Amerika Davlat Majlisining xabar turi bo'lgan To'pilik, ya'ni Dahyol xabar turining 2-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq elchisi, Cumhuriyetchilar partiyasining kandidat boshlig'i Nikki Haley CNBC'ning Squawk programmasida Xitoyning tarkibida fentanyl bo'lgan zaharli moddaning Meksika orqali Amerikaga kirgizilishiga imkon yaratish orqali Amerikaliklarni zaharlab o'ltirayotganligini aytgan. Haley'ning aytishicha, 2022-yili fentanyldan zaharlanib o'lgan Amerikalikning soni taxminan 70 ming atrofida bo'lgan. Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy katibashi Xi Jinpingning yaqinqi ko'rishishidan ikki davlatning munosabatida chekinish bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Xitoyni dushman deyishda mundaq 3 masala bor. Birinchi, Amerikaning qonuni bo'yicha har qanday bir davlat, tashkilot va shaxs dushman deb qaralmaydi. Amerika Xitoyni dushman degandimi, hech bir vaqt Xitoy bilan amaliy to'qinishadigan, dushmanlashadigan ish bo'lmadi. Ikkinchisi, faqat Xitoy Kompartiyasi dushman deb qaraladi. Xalqi dushman deb qaralmaydi. Uchinchisi, Xitoyni dushman deyish Amerika Xitoy munosabatini ochiq-oshkora dushmanlashtirdi. Siyosatshunos David Finlay aytgandek, qaror chiqaruvchilar amaliy yoki tasavvuridagi dushmanlarga haddidan ziyoda ko'ngil bo'lganda, ular nishonini unutib qoladi. Manfaatini taqsimlashtirishda barobarlik o'rnatilmaydi. Blinkenning yaqinqi Beijingni ziyorat qilganda, Xitoyning yuqori darajalik amaldori bilan suhbatlashib, ikki tarafning nacharlashgan munosabatini muzokara qilgan. Bu ziyorat Bayden hokimiyatining ikki davlat munosabatini yaxshilash, yangidan jonlantirishni maqsad qilganligini tushuntirgan. Xitoy Amerika bilan bo'lgan munosabatining jiddiylashganligi sababidan uchiqsiz aeroplan eksportiga cheklama qo'ygan. To'pilik, ya'ni Dahyol xabar turining 1-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy dushanba kuni Ukrainadagi urush va Amerika bilan bo'lgan munosabatining nacharlashishi sababidan uzun masofalik uchiqsiz aeroplan eksportini cheklaydiganligini e'lon qilgan. Bu harakat Xitoy ishlab chiqargan uchiqsiz aeroplanning Rossiya va Ukraina armiyasi tomonidan razvedka qilish va urush jarayonida hujum qilish uchun ishlatilayotganligi o'ttirg'a qo'yilgandan keyin maydonga kelgan. Xitoy Savdo ministrligi bayonotida bir qism yuqori iqtidorli fuqarolar uchiqsiz aeroplanining harbiy ishlarda ishlatilish xavfining yo'qligini aytgan. Eksport cheklamasi ko'rish masofasidan olqib 30 minutdan ortiq uchalaydigan ig'irligi 15 qadoqdan ortiq bo'lgan uchiqsiz aeroplanlarga qo'yilgan. Xitoy Savdo ministrligi Xitoyning uchiqsiz havo aeroplanlarining urushda qo'llanilishini izchil cheklab kelganligini, bu qatimqi uchiqsiz aeroplan kontrolining kengaytirilishining cho'ng davlatning mas'uliyatini namoyon qiladigan muhim tadbir ekanligini aytgan. Amerika amaldorlari Xitoyning Rossiyaning tajovuzchiligini qo'llab, moddiy jihatdan yordam beradiganligini tanqid qiladi. Amerikaning axborot dokladida Xitoy ishlab chiqaruvchilarining Rossiyaga harbiy zapchas va yordam asliyalari bilan ta'minlayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoy Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatini normal iqtisodiy va savdo hamkorligi deb ataydi. Xitoy Rossiyani Birlashgan Davlatlar Tashkilotida diplomatlik qo'llagan. Amerika Xitoy ikki davlatning yuqori darajalik amaldorlari davlat mudofaa munosabati va rayon xarakterlik masalalarni muzokara qilgan. Amerika ovozining 3-avgust kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Davlat mudofaa ministrligi chorshanba kuni 5 burjaylik binoning Osiyodagi yuqori darajalik amaldorining Xitoy Tashqi ishlar ministrligi amaldori bilan Amerika Xitoy davlat mudofaa munosabati va rayon bexatarlik masalasini muzokara qilganligini aytgan.
Amerika Davlat Müdafiə Ministerinin Hindi Tinch okean bexatarlik ishlariga mas'ul yordamchi ministri Eli Ranter bilan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Shimoliy Amerika va dengiz okean ishlari ministrligining mudiri Yang Tao o'rtasidagi suhbat Ranter bilan Amerika Davlat Müdafiə ministri Lloyd Austinning Avstraliya va Papua Yangi Gvineya bilan bo'lgan mudofaa munosabatini kuchaytirish va erkin va ochiq Hindi Tinch okeanni ilgari surish ziyoratidan keyin elib berilgan. 5 burjalik binoning bayonotchisi Leytenant Polkovnik Martin Meyners çarşamba günüdeki bayonotida Ranter Yangta bilan bo'lgan suhbatda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ochiq-oshkora harbiy aloqani saqlab qolish va'dasini ta'kidlaganligini aytgan. 5 burjalik binoning bayonotida Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Austinning boshliqlar uchrashuvida ko'rish talabini rad qildi. Ikki ministr ahamiyatli almashtirish elib bormasdan faqat qo'l siqishdi deyildi. Qani kutib boqayli, yo saydan chiqar yoki baydan, yo o'shuq yoki tushuk degili bo'ladigan qimorvozlarcha tafakkurning mustaqillikqa erishish masalasi bilan qudibajimi bo'lolmaydiganligini tushunib yetmaganligimiz oshkora. To'g'ri, mustamlikchilik tasodifiyliklarning jug'lanmasidan maydonga kelgan natija emas. Shundaqla mustamlika bo'lishimizmi hech qachon tasodifiyliklar maydonga keltirgan muqarrarlikning operatisi bo'lgan emas. Xuddi shuningdek, milliy mustaqillikmi aslo tasodifiylikning natijasi bo'lib qolmaydi. Hatta ilahi nusratga erishishmi badal ustiga qurilgan bo'lib, xuddi aqidimizda tasodifiylikqa o'rin berilmagandek, samodan yog'adigan rahmatmi tasodifiylikqa bog'lab qo'yilgan emas. Bir sabab, bir badal, bir tasdiq, bir iymon, bir harakat bo'lishi kerak. Aslida ilahi nusratning o'zila ijtihadga va jihodga bog'langan badal to'lashning mevasidir. Mujohida ko'rsatishning mukofotidir. Ijtihod uchun mujtahidlik sharti hozirlanishi kerak bo'lgandek, mujohida maydonga kelishi uchun mujohidana ruh bo'lishi shartdir. Haqning nusrati yo'lida, haqning nusrat berishi soyasida, haqning da'vosi uchun badalni ko'zga olgan, ajdod misoli kepanini boshqa salla qilib o'rab yo'lga otlangan kishilar bu ruhdan nasiba olganlardir. Tasodifiylikni kutib yotgandan, farog'at uchun kishilikni qo'shib sotgandan, haqiqatlardan voz kechib, boshqalarning safsatalariga dum tushib yotgandan, o'z istiqboli uchun xalqning taqdiri bilan o'ynashgandan, bundaq bir oliy ruhning tikilishini qandaqmi ko'rgili bo'lsin? Vatan chaqiryotidi. Vatan mana mushundaq ruh egillarini chaqiryotidi. Badal ahlini, ribot ahlini, kurash ahlini, jihad ahlini chaqiryotidi. Mevlana Rumiyning tili bilan aytganda, kim bo'lsang bo'l, kel deyotidi. Lekin biz kelyaptimizmi yoki nishondan burilib ketyaptimizmi? Hammasi dargumon. Vatan chaqiryotidi. Ammo chaqiriqqa ega chiqayotgani kimlar bo'lyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan mustasno yashayotidi? Kimlar bu chaqiriqni xato tarjima qilyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan shaxsiy naf olish qo'yida? Kimlar buni suiiste'mol qilish qo'yida? Kimlar bu chaqiriqni unutyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan cho'chib uyg'onyotidi? Har kim yurakka qo'l selib ko'rish kerak bo'lmoqda. Bu tariqada yildan yilga yemirilib, irodada bo'shab, muhabbat nafratda suslab, iymon aqidada bulg'unib, axloq va qimmatda tushkunlashib ketishlarning sababini tekshirib ko'rishi va ko'rilgan masalalarni o'ngshashning, isloh qilishning samimiy tarafdori bo'lishi va chami yetishcha hal qilishga jiddiy qarmoqqa zarur bo'lmoqda. Chunki vatan chaqirmoqda. Chaqirgandimi quruq orzuga mirob bo'lib o'tayotganlarni emas, uning sharifini manfaat badaliga bulg'aydiganlarni emas, jon beqishning vositasi qilib setib yeydiganlarni emas, balki uning hurligini, o'zining hurligining nishoni qilg'uvchilarni, uning mustaqilligi yo'lida badalni ko'zga olaydiganlarni, bu yo'lda barliqini atashni biladiganlarni chaqirmoqda. Sharmandalarcha qadam bosmoqchi bo'lganlarni emas, asoratdan iborat bu dog'ni yuyish yo'lida kurash qilishni hayot yo'li qilgan, asoratni tan elib yashashdan, hurlikni armon qilib yashashni sharaf bilgan haqiqiy qahramonlarni chaqirmoqda. Burhan Muhammadning Vatan kimlarni chaqiryotidi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.